11-noyabr uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2025-yil 11-noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, dollar va yevro qiymati pasaygan, fond sterling esa oshgan. AQSh dollari 45,33 so'mga arzonlab 12.014,94 so'm bo'ldi. Yevro 16,27 so'mga pasayib 13.900,08 so'm. Fond sterling 31,94 so'mga ko'tarilib 15.828,48 so'm. Rossiya rubli 0,56 so'mga arzonlab 148,31 so'm. Xitoy yuani 5,54 so'mga pasayib 1687,63 so'm. Yapon yenasi 0,63 so'mga arzonlab 78,94 so'm. Qozoq tengesi 0,02 so'mga ko'tarilib 22,95 so'm.